Assalomu alaykum barchaga. Bugun masheniklar haqida gapiramiz. Qanday qilib masheniklarga aldanib qolmaslik haqida. Sankt-Peterburg va Moskvadagi yurtdoshlarimiz diqqatiga. O'zi ko'p telefon bo'lyapti, juda ham ko'p aldanib qolganlar juda ham ko'p. Aeroportga kelyapti, biletlari chiqmayapti. Falshiy bilet olib qo'yapti. Ana shunaqa vaziyatga tushmaslik uchun bugun video qilib chiqdik. Mana so'z isboti bilan mana birinchi. Ha, o'zbeklarga va biletlarga istalmaga tasma Yurам desmarkam oldi. Ha. Biletlar chiqmadi. Yuram 4 kishiga oldi, yo'q. 4 kishiga. Bilet 4 kishiga yo'q. Mana u ikkinchi odam. Hasanov pul bermay yuribdi-da, telefonlarini o'chirib qo'ygan. Chorni qilib, mana bu uchinchi odam. Menga просто qaynalyapman-da, ketishim kerak, qanaydir bo'lsa. Ana shunaqa vaziyatga tushmaslik uchun hammasi bilan bitta suhbat qildik. Qanday qilib aldanib qolyapti? Ularni hammasi aytishi bo'yicha mana shunaqa plastik kartaga to'lov qilgan. Sberbank, Tinkoff, Alfa farqi yo'q. Qanaqa karta siz bilet olmoqchimisiz? Qayerdan olishingizdan qat'iy nazar farqi yo'q. Moskva, Rossiyani boshqa shahridan bo'lishdan qat'iy nazar oqlatani kartasiga qilmanglar. Официальный aviakassani o'zining shoti bo'ladi, o'zining terminali bo'ladi. Agar официальный to'lov действительно kassa original bo'lsa, sizga ссылка tashab beradi, yoki QR kod tashab beradi. Dixiga borasiz, Lentaga, любой magazinlar o'zi hammasi terminalga o'tgan. Даже O'zbekistonga ham hamma terminalga o'tgan. Официальный kassa уже terminali bo'ladi. Terminal yo'qmi, уже iloji boricha olmanglar buni. Terminal mana shunaqa. Рабочий terminali bo'lishi kerak-da, terminali yo'qmi, уже maksimalni olmanglar. Aldanib qolasizlar. Agar kassaga kirdingiz, любой kassaga boring, Moskvaga, любой joyga. Agar onlayn beznal to'lamoqchiman. Bormi terminal? Terminal bo'lsa olinglar aka. Terminal yo'q bo'lsa olmanglar. Aeroportga chiqasizlar, aldanib qolasizlar. Aeroportga odamlar kelyapti, aldanib qolyapti. Srochniga reys yo'q. Reys bo'lsa ham puli qimmat. Agar srochni agar daxminda oxirgi srogi bo'lsa, srochni chiqib keta olmasangiz, uje avtomatik reyestrga tushasiz. Uje bo'lmaydi u narsa, uje avtomatik reyestrga tushdingizmi, uje avtomatik 1 yil kela olmaysiz. Bitta kartaga to'lov qilib, ana shu uchun kartaga iloji boricha to'lamanglar. Qayerdan bundan oldin qayerdan olgansiz farqi yo'q. Uje zamon o'zgardi. Zamon o'zgardi, uje официальный проверка ketyapti. Kartaga to'lov qilmanglar. Karta bo'ldimi, uje aldanib qolasizlar. Официальный shot bersin. Iloji boricha официальный shot bersin. Shoti yo'qmi, значит olmanglar. Mana shunaqa проверка ketyapti, mana o'zi mana. Торговли точкаларga ana shunaqa kirib milisalar tekshiryapti. Проверка объектов возможной нелегальной занятости иностранных граждан. В ходе мероприятия проводилась проверка. Ana shunaqa milisalar точкама-точка yuribdi, o'zi farqi yo'q. Bozorda esmi, uje biladi, ko'p например, sartaroshmi, hamma joyga uje terminal bo'lishi kerak. Qayerga sartaroshmi, kafemi, qayerga bez terminal kirsa 400 ming shtraf официальный. Ular 400 mingni 100% bermaydi, yopadi, qochadi, ketadi. Biletni vaqti o'zgaradimi? Bir nima bo'lsa siz telefon qilasiz, topolmaysiz odamlarni. Или siz sud obratna bilet olmoqchisizda. O'zbekistonga bordingiz, uning точкasiga проверка keldi, terminali yo'q, yopilgan. Avtomatik aldanib qolasiz. Iloji boricha aldanmay, normalni unaqa qilay desangiz, qayerdan olishingizdan qat'iy nazar, Rossiyaning любой joydan. Iloji boricha birinchi nazarga, yana aytganimdek, terminal bormi? Shunday bordingizmi? Terminaling bormi? Mana plastik bilan mana to'lov qilaman. Bormi terminal? Agar terminali yo'q bo'lsa, olmanglar. Liba terminal, liba QR kod, o'zi hamma joyga. Nimaga bitta mana magazinga kirsangiz, mana 100 rubl bo'lsa ham, оплата по QR kodu или по karте deydi. O nimaga siz katta pul beryapsiz? 20 ming, 30 ming. Qanday birovni shotiga tashab berasiz-da? Tashab berasiz, erta bo'lib zaявление ham yoza olmaysiz aldanib qolsangiz. Chunki o'z xohishingiz bilan perevod qilyapsiz. Erta любой случай aytadi, "Ha, men beraman." Organizatsiyaga iloji boricha aviakassaga to'lov qilish kerak. Aviakassani o'zining unaqalari bo'ladi-da. O'zimiz sizlarga aviakassani ham ko'rsatamiz, qanday bo'lishini. Mana aviakassa shunaqa bo'ladi mana. Aviakassa mana yozuvini ko'ryapsiz, mana aviakassa. Iloji boricha shunaqa narsa yo'qmi? Olmanglar. Naborot ishonchli joydan olinglar, spokойно 1000% uchib ketasizlar. Bo'lmasa mana kuniga 3 ta 4 ta odam telefon qilib, biletim chiqmadi. Nimaga qanday aldanib qoldingiz? Telegramiga tashab berdim, chorni qildi, kartam nima bo'ldi? Ana shunaqa vaziyatga tushmaslik uchun iloji boricha yaqinlarni barchasiga shu videoni tashab qo'yinglar. Rossiyaga imina musofir yurtga yurganlar uchun-da pul topish oson emas. Mana bu mashinikalar chereshchur bo'lib semirib ketyapti ular. Salomat bo'lasizlar.